Payg'ambarimizlar vado hajida ayollarga yaxshilik qilinglar deganlar. Buxoriy rivoyatida. Boshqa hadis sharti esa ayol qovurg'a kabi, uni to'g'rilayman desangiz sindirib qo'yasiz, u bilan hayot kechirmoqchi bo'lsangiz boricha qabul qilib yashanglar deganlar. Bu ham Buxoriy rivoyati. Ya'ni odam atoni Xudo tuproqdan yaratdi, ammo momo Havo onamizni qovurg'adan yaratdi. Tirik jondan yaratdi. Shuning uchun biz erkaklar tuproqda yaralganimiz uchun og'irlik, bosiqlik, vazminlik, mulohaza, o'ylab ish qilish degan narsa bizga xos. Lekin ular tirik jondan yaralgani uchun tirik jon nima bo'ladi? Sezuvchan bo'ladi-da. Tez o'zgarish, hissiyotga berilish ularning sifati shuning uchun. Shuning uchun payg'ambarimiz ular qovurg'adan yaratilgan. Qovurg'ani boricha ishlatasiz. To'g'rilab bo'lmaydi qovurg'ani. To'g'rilash uchun sindirish kerak bo'ladi. Biz aytgandek to'g'ri bo'lish kerak bo'lsa, sinish kerak. Lekin Xudo shu qovurg'aday ishlatyapti-da biz. Bu degani ko'z yumish kerak degani. Boricha ishlatish kerak uni qovurg'ani. Ba'zi kamchiliklar ko'z yumish, ayolni o'sha zaifligini, qovurg'adan yaratilib, ular nozikligini hisobga olib nima qilish kerak? Ularga rahm shafqat bilan kamchiliklarni ko'z yumib yashash. Bu ayolning huquqi ekan.